Hammaga salom do'stlar. Men bugungi videoni boshladim. Bugungi videoda biz draft final bosqichini o'ynab qo'yamiz. Finalda bizga Napoli chiqdi. Yana Napoli. Maguire bilan Carreras chiqamiz qanotlarga. Van Dijk, Akanjiga jon berib, Harry Kane'ga ham jon beramiz va o'yinni boshlasak ham bo'ladi. Finalni boshladik. Pas, ini kalau kau ini pas kalau kau Ronaldo, Maguire, Messi, Harry Kane, ini Barba, ini Oh, Vera, Tottenham, Minnesota, Indianapolis, Messi, Moraes, Santos, Koyak'ta, Stockholm gerek, Kupa sizinle kazanıyordu, kazanıyordu. Moraes'la kazanıyordu. Hatta kazanıyordu. Uzatma kararı, senaryo, United kapıyor, Juda noaniq. Juda ko'p bosib yubordim. Birinchi taym nihoyasiga yetdi. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi taymga Minteh tushadi, Fabian Ruiz tusholmaydi. Trinkau tushadi, Kenan Yildiz bori, Oyarzabal tushadi. Menimcha bo'ladi-yu. Fabianni ikkinchi taym boshlandi. Endi biz hujum qilishimiz kerak, gol urishimiz kerak. Minteh bilan qanotdan qochsak bo'ladi, tezlik kuchli. Minteh o'tib ketdi, yaxshigina o'tib ketmoqda. Ularga uzatma ham bor, darvozabonga uzatma ham bor. Nima bo'lyapti? Zoldek bizga katta to'sqinlik bo'ladi. Nima bo'lyapti hozir? Yo'q. What the fuck? Nima qilyapman? Himoyada tartibsizlik ketyapti. Yaxshi emas, yo'llar yaxshi emas. Qanday? Nima qilyapsan? Yo'q. Birinchi bor Harry Kane'mi? Kane, zarba. Darvozabonni qaytar yoniga qo'yib zarba edi anchagina.
O Di Lorenzo yutib oldi. De Bruyne'ga pas berdi. De Bruyne kapten oldi. Nasıl? Kapteni olib qo'ydik. Kenan Yıldız, qanotda Fabianga, Fabian o'rtada Oyarzabal, Trincao o'rtada ochilayotgan Mintega bostirdi. Minte yutib oldi. Zarba yo'llayapti va yana darvozaga. Nima bo'lyapti o'zi? Darvozadan kuchli turib ketyapti. Oyarzabal kalla qo'ya olmayapti. Yıldız, Trincao, Hariga oshib ketmoqda. Shu yerdan turib zarba va yana noaniq zarba 84-daqiqaga qo'yib ketdi. Menimcha ekstraga o'tib ketadi u. Ya, hech tushunmovchi bo'libdi. Men boshqa tarkib bo'lmasam o'tib ket. Hammadan qo'yish mumkin. Ekstra kim uchradi? Luka emas, Vivian chiqdi. Vivian. Yeah, sounds shunaqa narsalar borku. Yaxshi Oyarzabal shunday himoyalanish kerak. Yo'q, xavfli vaziyat edi hozir ofsayd ekan, yaxshiyamki. Gol bo'lganda ham qaytarar, ofsayd bo'lar ekan. Film Van Dijk baribir tog'ligini isbotlayapti. Va menimcha penaltilargacha borib ketadi bunaqasi. X qachon? Yaxshi. Endi almashtirish yo'qlarmi? O'yinni o'tiramiz. Trincao bilan tortib olamiz o'yinchisini. Lobotka qanotga oshiryapti Gutyeres. Shu Gutyeresni joyiga tegdi bordi. Minte. Xo'sh, so'nggi daqiqalarda gol urib ketamizmi? Nima bo'larkan? Xavfli vaziyat hozir. Ko'rsatma bor. Harri Keyndan zarba ham bor. Noaniq nega Harri Keyn 4-chi zarba уже non. Omadsiz kunim bo'lsa agar yutqazaman bo'lsa, bilmadim, yutqizishga yaqindek his qilyapman o'zimni. Xuddi finalchilarda ular yutib qo'yadi. Xo'sh, finalchilar bo'ladi hozir yoki undan avval hal bo'ladimi masalan? Hal bo'ladigan o'xshyapti. Zarba noaniq. Yaxshi. Penaltilarga o'tdik. Xo'sh, penaltilar seriyasida nima bo'larkan? Birinchi zarbani ular tepada. Lukaku tomonga tepdi. Iltimos. Yaxshi. Birinchi penaltini qaytarib oldik. Endi Harri Keyn bilan davayt o'rtaga tepamiz. Xo'sh, otilasanmi? Otildi. Yaxshi. Birinchi zarba resmi gol. De Bruyneni bilaman. Bu tomonga tepdi. Yo'q, to'rt topgan ekanman boshida. Mayli. U Oyarzabal bilan bu tomonga qarab gol uramiz. Hozir Bayern Neres bu tomonga ketdi. Yaxshi qiyish qilibdi. Sizda imkoniyat ko'payyapti. Ingiz bilan burchakka sekingina. Burchakka kelyapti. So'nggi imkoniyat Lobotkaga berildi. Lobotka esa bu tomonga tepadi. Yo'q, tepmadi. Hozir golgacha ketamiz. Yo'q. Golgacha ketamiz. Trincao urildi. Ishlamadi.
Oh, what the fuck? Dude. Orta etyapti. Kimdir nishonlayapti. Yo'q. Qisqa o'rta etib hozir yakunlasak kerak. Bu bu yo'q. Ur sen iltimos o'rtaga. Yo'q, o'tkazdik. O'tkazdik. Penaltilar seriyasida yutqazishim imkonsiz edi hozir. O'rniga ham tepasanmi? Yo'q, internetim ishlamayapti. 20 ta olmos berib, 15 ta olmos qaytarib olyapman, 10 ta olmos qaytaryapman. 10 ta olmos qaytaryapman. Yo'q. 10 ta olmos yo'qotdim-da hozir. Keyin Yıldız chiqibdi, Eze chiqibdi, Lukaku chiqibdi. Mayli, hammaga xayr do'stlar. Birinchi marta mag'lub bo'lgan videom chiqyapti menimcha. Hammaga xayr. Salomat bo'linglar.